Yana bitta loyihani xudo xohlasa mijozimiz topshiramiz. Tayyor bo'ldi. Qirg'izistonlik mijozimizga 2 qavatli high-tech stilda uy chizib berdi. Mana ikkitadan chiqarib qo'ydik. Bittasi ustiga, bittasi o'zlariga bemalol erta bahordan qurilishi boshlashsa bo'ladi xudo xohlasa. Mana hovli fasadlari, landshap dizayn, naveslari xudo xohlasa mana boshqacha chiqqan. High-tech misal high-tech bo'lyapti. Yozgi oshxonalari. Loyihamizni naveslari, ikkita mashinaga yonma-yon joy qo'yganmiz. Asosiy ko'rinishlari, o'tiradigan sharoitlari xudo xohlasa mijozimizga bugun topshiramiz. Bemalol erta bahordan qurilishlarni boshlashsa bo'ladi. Mana bu yoq tomonda fasad ko'rinishlari, mana bu yoqda chizmalari. Shu chizma asosida xudo xohlasa qilinadigan bo'lsa, biriga bir chiqadi. Hamma razmerlari bor. Bizani kuzatinglar, bunaqa loyihalarimiz ko'p, tez-tez qo'yib turishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar.